Bismillahirrohmanirrohim. Shifahiyya kitobini o'qishda biz bardavommiz. O'tgan darsimizda biz izofa qoidasiga kirish qilgandik. Bugun ana shu qoidani davom etamiz inshaalloh taala. Unaqangi qiyin narsa yo'q. Deyarli biz qoidani o'tgan safargi mavzuda tushuntirib bo'lganmiz, faqat o'shani misollari qoldi. E'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihati birinchi lug'atlar. Ad-darsu sabiu 7-chi dars. Abun ota degani, abau otalar, ummun ona, ummahatun onalar, ibnun o'g'il, abnau o'g'illar, ibnatun yoki bintun ham keladi, banatun qizlar, ahu bu yerda endi vov bilan yozilyapti. Bu alohida masala o'zi aslida. Hozir misolda tushuntirib qo'yaman xudo xolasa. Aslida bu yakka holatda kelganda vov bilan emas, balki mana shu shaklda ahun shaklida yozish kerak aslida. Tushunarligi, mana bu vovsiz bo'ladi aslida. Lekin o'sha vov qo'shiladigan joyi bormi? Bor, albatta. Buni gaplashamiz qoidasini. Ixvatun aka-ukalar degani ko'pliganda. Uxtun opa yoki singil ishlaydi. Axovatun opa yoki singillar degani. Jaddun opodda bizda endi shunaqa deydi. Bobo yoki ajdadun bobolar. Jaddatun momo yoki buvi yoki ena deymiz. Jaddatun o'sha momolar. Zavjun er, azvajun erlar. O'zi aslida zavjun juft degani. Bu joyda er ma'nosida kelyapti. Lekin juft degani muzakkar variantda juft degani. Zavjatun bo'lsa muannas variantda juft degani. Zavjatun ayol, ayollar, ya'ni turmush o'rtoq ma'nosida. Tushunarligi? Xotanun axtarun kuyov, kuyovlar, kannatun kennaya yoki kelin ma'nosida ham keladi. Tushunarligi? Kennaya, kennayalar degani. Musannif rahmatullohi alayh biza aynan o'tgan qoidamizga misol beryaptilar. Aslida Abu Aliyin e'tibor bering, nima bo'lyapti? Alining otasi. Bu yoqda mana shu aynan ikkita ism bor. Kitobimizda ikkita, o'zi asli arab tilida ular ko'proq. Mana bu abun. Mana bu abun kalimasi va ahun kalimasi. E'tibor beradigan bo'lsangiz, bular o'zi yakka holatda kelganda ikkita harfdan iborat. Abun yoki aban yoki abin bo'lib o'zgaradi. Axon, axun, axin. Lekin bular mabodo muzof bo'lib qoladigan bo'lsa, biz bulardan mana bu tanvinni yechamiz-ku. Tanvinni yechganimizdan keyin nima bo'ladi? Vov bo'ladi. Vov qo'shiladi bularga. Vov qo'shiladi. Abu bo'ladi. Tushunarligi? Keyingi nimalarda inshaalloh yo yoki alif ham qo'shilishi mumkin. Hozir bu holatda faqatgina vov keladi. Ya'ni kitobimizda nima deyapti? E'tibor bering, Abu Aliyin deyapti. Aliyin. Bu yerda nima bo'lyapti? Bu yerdagi qoida shuki, Abu mudof, e'tibor bering, mudof. Mana bu Aliyin esa mudofun ilay. E'tibor beramiz. Endi mana shu joyda Aliyin kalimasi kasra bilan kelyapti. Chunki g'oyir munsarif emas, ya'ni tanvin kasra olaveradigan ism. Abudagi qoida shuki, aynan abun bilan axunda agar mudof bo'lib kelsa, siz ularni vov bilan yozasiz, vov bilan o'qiysiz. Tushunarlimi? Abu Aliyin yoki ahu Zaydin shaklida bo'ladi. Ahuga bitta misol aytib beraylik. Misol uchun mana ahu Zaydin deymiz. Zaydning akasi degan. Ahu Zaydin. Mana shu joyda mana bu ahuni biz mudof deymiz. Qoida o'laroq Zaydinni esa mudofun ilayh deymiz. Nega bu yerda vov kelyapti desa, bu shart emas hozir tushunishingiz. Hozir shunday o'rganib olasiz. Inshaalloh keyin grammatika o'tganingizda buni she'rlari bilan birga qo'shib, o'zi aslida qoida nima harakati ekanini tushunib olishingiz mumkin bo'ladi. Tushunarligi? Biz o'tgan darsimizda sodiquhu g'oniyun shaklini o'tdik. Esinglarda? Sodiquhu misol uchun g'oniyun dedik. Mana shu joyda sodiqni mudof, hani mudofun ilayh ikkovi mubtado deganmiz. G'oniyunni xabar dedik. E'tibor bering, mana buni sodiqni mudof, hani esa mudofun ilayh deyapmiz. Va ikkovi bitta bo'lib turib nima bo'ladi? Ikkovi bitta bo'lib turib mubtado bo'ladi. G'oniyun esa xabar deganmiz. Endi mana shu bugungi darsimizda mana bu mudofun ilayhimiz zamir, ya'ni olmoshlar emas, men, sen, u emas, balki ism qo'yamiz. Faqat oddiy ism bo'lib qolgan vaqtida nima bo'lishi kerak? Bizda ikkita narsa bor, mudof bor. Qaytadan yana yozib qo'yaylik. O'tgan dars takror bo'lib qoladi. Mudofun ilayh bor. Bularni demak, aynan mudofimizda tanvin bo'lishi mumkin emas. Arab tilida shunaqa qoida. Tanvin bo'lishi mumkin emas va aliflom bo'lishi ham mumkin emas. Mumkin emas, lekin harakatlardanchi bo'lishi mumkin. Domma bo'lishi mumkin, fatha, tushunarligi, va bo'lishi mumkin nima? Kasra. Joyiga qarab hammasiga ruxsat bor. Lekin mudof ilayhimiz aliflom olishi mumkin yoki e'tibor bering, tan
tanvin olishi mumkin. Aslida tushunarliga tanvin olishi mumkin, lekin faqat nima bo'ladi? Kasra bo'ladi deganmiz. Faqat istisno bor ediki, agar g'oyrimusorif, ya'ni tanvin olmaydigan ism bo'lib qoladigan bo'lsa, biz uni nima qilamiz dedik? Fatha qilib ishlatamiz degan edik. Ana shu masalani gaplashamiz hozirgi darsimizda. Tushunarlimi? Demak, qaranglar, bu yoqda nima bo'lyapti? Abu Aliyinda biz o'zimiz bilgan qoidaga binoan Abu mudof, Aliyin mudofun ilayh, Alining otasi bo'lyapti. Endi Ummu Valiyin, Valining onasi, Ibnu Muhammadin, Muhammadning o'g'li. Qarang, hammasida nima bo'lyapti desangiz, hammasida mana Aliyin kasra bo'lyapti, Valiyin kasra bo'lyapti, Muhammadin kasra, Ibnatu Mahmudin, Mahmudning qizi kasra bo'lyapti. Endi mana Abu Maryama, Maryam tanvin olmaydigan ism. O'shaning uchun Abu Maryama fatha bilan, Ummu Zaynaba fatha bilan, Ibnu Xodijata fatha bilan, Ibnatu Aishata fatha bilan bo'lyapti. Tushunarliga? Demak, abi otam degani, abuna bizni otamiz, axi akam degani, axuna bizni akamiz. Bu yoqda tushuntirmoqchi bo'layotgan narsasi, agar abun bilan axun mudof bo'lsa vov keladi dedim-ku. O'sha siz, ya'ni men o'zimga izofa bo'lmasligi kerak. Mening otam yoki mening akam desam vov kelmaydi. Boshqasiga izofa qilib keltirsam o'shanda vov keladi. Tushunarliga? Buni endi shartlari bor, 6 xil, 7 xil sharti bor. Buni endi sekin-sekin ichiga kirgan sari o'rganaverasiz. Hozirgi bu kitobimizda keladigan variantini tushuntirib qo'yapmanki, otam yoki akam desangiz vov kelmaydi, boshqasiga izofa qilgan vaqtingizda keladi. Tushunarliga? Al-jumalul arabiyyatu, arabcha jumlalar. Endi men jumlalarni tez-tez o'qiyapman. Bunisi aniq. Bu qarang, siz o'zingiz lug'atni yodlab, men o'rgatgan qoidalarni tushunib turib, o'zingiz tarjima qilishingiz kerak. Keyin to'g'ri tarjima qildimmi, yo'qmi bilish uchun men o'qib bergandan foydalansangiz, o'shanda manfaatli bo'ladi. Tushunarlimi? Shunchaki eshitib, qaytadan nima deydi, takrorlab o'tirish kerak emas. Siz qoidani ko'rib turib, o'sha qoidani o'zingiz ishlata olishingiz kerak. Keyin to'g'ri yoki noto'g'riligini tekshirish uchun men bergan tarjimadan foydalanganingiz ma'qul. O'shaning uchun men tez-tez o'qiyman. Abuhu g'aniyun, uning otasi boydir. Bu yerda yangilik yo'q. Chunki zamirlarga, ya'ni uning, sening, mening, shularga izofa bo'lishini biz 6-darsda o'tganmiz. Abuhu g'aniyun, uning otasi boydir. Abauhum aghniyau, ularning otalari boylardir. E'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihati mana bu yerda mana aghniyau tanvin olmayapti. Lekin bu nima? Xabar, mudof yoki mudof ilayh emas. Abuha alimun, u ayolning otasi olimdir. Abauhunna ulamau, u ayollarning otalari olimdirlar. Abuka shayxun, sening otang qaridir. Abaukum shuyuxun, sizlarning otalaringiz qarilardir. Abuka shabun, sening otang yosh yigitdir. Abaukunna shubbanun, siz qiz bolalarga aytyapti, sizlarning otalaringiz yosh yigitlardir. Abi aqilun, mening otam aqllidir. Abauna uqalau, bizning otalarimiz aqllidirlar. Ummuhu g'aniyatun, uning onasi boydir. Ummahatuhum g'aniyatun, u erkaklarning onalari boydirlar. Ummuha alimatun, u ayolning onasi olimadir. Ummahatuhunna alimatun, u ayollarning onalari olimdirlar. Ummuka ajuzun, sening onang qaridir. Ummahatukum ajaizu, sizlarning onalaringiz qarilardir. Ummuka aqilatun, sening onang aqllidir. Ummahatukunna aqilatun, sizlarning onalaringiz aqllidirlar. Ummi alimatun, mening onam olimadir, ya'ni olim ayoldir. Ummahatuna alimatun, bizning onalarimiz olimdirlar. Ibnuhu kabirun, uning o'g'li kattadir. Abnauhum kibarun, ularning o'g'illari kattalardir. Ibnuka sag'irun, sening o'g'ling kichkinadir. Abnaukum sig'orun, sizlarning o'g'illaringiz kichkinalardir. Ibni aqilun, mening o'g'lim aqllidir. Abnai uqalau, mening o'g'illarim aqllidirlar. Ibnatuha zakiyatun, u ayolning qizi. E'tibor bering, u ayolning qizi zakiyatun, ya'ni zakiya deb o'zimizda ham zaki deb beramiz, u dono degan, aqlli degan. Yani ziyrak desak ham bo'lsa kerak. Banatuhunna zakiyatun, u ayollarning qizlari donodirlar. Ibnatuki saminatun, sening qizing, qiz bolaga aytyapsiz, ayol kishiga aytyapsiz, sening qizing, siz murojaat qilayotgan shaxs ham ayol kishi, siz unga bog'lab aytayotgan narsa ham ayol kishi, sening qizing, tushunyapsiz? Saminatun, semizdir. Banatukunna saminatun, sizlarning qizlaringiz semizdirlar. Ibnati sahihatun, mening qizim sog'lomdir. Banatuna sahihatun, bizning qizlarimiz sog'lomdirlar. Axuhu qawiyun, uning akasi kuchlidir. Ikhwatuhum aqwiyau, ularning aka-ukalari kuchlidirlar. Uxtuka doifatun, sening
opang yoki singling zaifadir. Axawatukum doifatun. Sizlarning opa-singillaringiz zaifalardir. Jaddi shayxun. Mening opodam yoki bobom qaridir. Ajdadi shuyuxun. Mening bobolarim qarilardir. Jaddati ajuzun. Mening momom kampirdir. Jaddati ajaizu. Mening demak momolarim kampirdirlar. Zavjuha g'aniyun. Uning eri boydir. Azvajuhum aghniyau. U ayollarning erlari boylardir. Zavjatuka alimatun. E'tibor bering, erkak kishi aytyapti. Sening ayoling, turmush o'rtog'ing olimdir. Zavjatukum alimatun. Sizlarning ayollaringiz olimalardir. Mana shu joygacha 6-kitobda o'tilgan tarkibni faqat yangi lug'atlar bilan tushuntirdi. Qoidada o'zgarish bo'lgani yo'q. Ya'ni biz mudof va mudofun ilayhni takrorladik. Mudofun ilayhimiz domirlar. E'tibor bering, hammasida domir. Zavjuha, azvajuhunna, ka, kum. Bular hammasi zamirlar. Ya'ni biz bularni o'tgan safar tushuntirib o'tganmiz. Bundan oldingi, demak 6-darsimizda mana shu masalalar batafsil tushuntirilgan. Endi bu darsda qo'shilayotgan joyi mana bu. E'tibor bering. Xotanu valiyyin faqirun. Xotanu mudof, valiyyin mudofun ilayh, ikkovi mubtado, faqirun xabar bo'ladi. E'tibor bering, valiyyin kasra bilan. Tushunarliga, agar mabodo ona shu mudofun ilayhni o'rnida g'oyrimunsorif, ya'ni tanvin olmaydigan ism bo'lib qolsa, fatha beramiz. Chunki u kasra ham olmaydi. Lekin oddiy ism bo'lsa-chi, bemalol kasra bilan o'qishimiz kerak bo'ladi. Axtan valiyyin fuqaro, valiyning kuyovlari kambag'aldirlar. Kannatu aliyyin jahilatun. Alining kelinoyisi johildir. Kannatu aliyyin jahilatun. Alining kelinoylari johildirlar. Abu Maryama aqilun. Mana hozirgi aytgan qoidam. E'tibor bering, mana bu abu vov qaytyapti. Chunki mudof bo'lsa, men demasangiz vov qaytadi deganman, vov keladi deganman. Maryama mudofun ilay. Mudofun ilay aslida kasra bo'lishi kerak edi, lekin bu ayollarda ismlari tanvin olmaydi arab tilida, kasra bo'lmaydi. Aksar holatda shunaqa. Tushunarliga? O'shaning uchun biz buni fatha bilan ishlatyapmiz. U mudofun ilay bu fatha bilan kelyapti. E'tibor bering. Tushunarliga? Abu Maryama aqilun. Maryamning otasi aqllidir. Ummu Zaynaba aqilatun. Zaynabning onasi aqllidir. O'sha masala bir xil. Ibnu Xadijata zakiyatun. Xadijaning o'g'li donodir. Ibna'u Xadijata azkiya'u. Xadijaning o'g'illari donodirlar. Ibnatu Aishata g'obiyatun. Aishaning qizi telbadir, tentakdir. Banatu Aishata g'obiyatun. Aishaning qizlari tentakdirlar. Axi saminun. Mana e'tibor bering, axida vov qaytmayapti. Agar aslida, e'tibor bering, agar aslida axun bo'lsa, yana qayta aytyapman. Va siz buni mudof qilib keltiradigan bo'lsangiz, axu bo'lib qoladi. Faqat axi bundan mustasno. Tushunarliga? Mening degan vaqtimda vov kelmaydi. Chunki vov bilan yo birga kelishi qiyin bu yerda. Shuning uchun siz bu yerda axi deysiz. Vov qaytib kelmaydi. Shuni hisobga olishimiz kerak. Kelishdingmi? Ixvatuna simanun. Bizning aka-ukalarimiz semizdirlar. Uxtu valiyyin nahifatun. Valining opasi ozg'indir. Axavatu valiyyin nahifatun. Valining opa-singillari ozg'indirlar. Jaddu Muhammadin qawiyyun. Muhammadning bobosi qaviy, kuchlidir. Ajdadu Muhammadin aqwiya'u. Muhammadning bobolari kuchlidirlar. Jaddatu Muhammadin doifatun. Muhammadning momosi zaifadir. Jaddatu Mahmudin doifatun. Mahmudning momolari zaifalardir. Zavju Fatimata sahihun. E'tibor bering, bu yerda ham mana zavju kalimasi mudof, tanvin olmayapti, aliflam olmayapti. Fatimata mudofun ilay. Faqat ayollarning ismi bo'lganligi uchun tanvin olmaydi. Shuning uchun biz kasra ham olmaydi deymizda, fatha bilan o'qiymiz. Fotimaning eri sahih, ya'ni sog'lomdir. Zavjatu sharifin maridatun. Sharifning ayoli kasaldir. Xotanu arifin g'aniyun. Orifning kuyovi boydir. Axtanu arifin aghniyau. Orifning kuyovlari boydirlar. Jannatu zarifin faqiratun. Zarifning kelini yoki kelinoyisi kambag'aldir. Jannatu zarifin faqiratun. Zarifning kelinlari kambag'aldirlar. Endi yana eski tarkibga o'tyapmiz. Faqat farqi shuki, tepada boshida o'rganganimizda mudof mudofun ilay mubtado bo'lib kelgan edi. Endi mudof mudofun ilay xabar bo'lib keladi. E'tibor bering, mana huwa abuka, u sening otang. Bu yerda huwa mubtado, abu mudof, kaf mudofun ilay, ikkovi xabar bo'ladi. Tushunarliga, bu tarkib qayta keldi, unaqa qiyin narsa emas. Hum abaukum, ular sizlarning otalaringiz. Hiya ummuki, ayol kishi aytyapsiz. Hiya ummuki, o'g'il bolaga aytsangiz ummuka bo'ladi. U ayol sening, qiz bolaga aytyapsiz, sening onangdir. Hunna ummahatukunna. U ayollar siz ayollarning onalaringizdir. Anta ibnuhu, sen uning o'g'lisan.
Antum abnauhum, sizlar ularning o'g'illarisizlar. Anti ibnatuha, sen u ayolning qizisan. Antunna banatuhunna, sizlar u ayollarning qizlarisizlar. Ana axuka, men seni akangman. Nahnu ikhwatukum, bizlar sizlarning akalaringizmiz. Hiya ukhti, u mening opam yoki singlim. Hunna akhawati, ular mening opam yoki singillarimdir. Huwa jaddi, u mening bobomdir. Hum ajdadi, ular mening bobolarimdir. Hiya jaddati, u mening momomdir. Ya'ni ina va hunna jaddatuna, ular bizning momolarimizdir. Endi mana shu joyda mana bu zayd kalimasidan boshlab e'tibor bering. Bu joy qolsin. Chunki bu yoqda hali tushuntirilmagan qoida bor. 9-darsda bitta qoidani tushuntirib, keyin orqaga qaytib mana shu joyni ko'rib qo'yamiz. Tushunarliga. Bu tarjima qilishda emas, masala qoidasini tushunishda masala bor bu yerda. O'shaning uchun bu joyni qoldiramiz biz, keyin orqaga qaytib boshqatdan tushunamiz. Kelishdagi. Xo'p, endi qaranglar. Ad-darsu samin, 8-dars. Bu darsda ham deyarli yangilik yo'q. O'sha izofa qoidasi takroran davom etadi, faqat bitta qo'shimcha bilan e'tibor berishimiz kerak bo'ladi, faqat bir dona qo'shimcha bilan. Nima bu desangiz, e'tibor bering, bizda mudof orqasidan mudof ilayh kelyapti, to'g'rimi? Mana misol uchun Abu Maryama dedik, to'g'rimi? Maryamning otasi dedik. Yo bo'lmasam Sodiqu, e'tibor bering, valiyin deymiz. Valiyning do'sti deymiz. Sodiqu valiyin. O'sha qoida, ya'ni mudof alif lam olmaydi, tanvin olmaydi, a i u olaveradi joyiga qarab. Mudofun ilayh tanvin olishi mumkin, yoki alif lam olishi mumkin. Endi tanvin olmaydigan ism bo'lsa-chi, unda biz uni fatha bilan o'qishimiz kerak bo'ladi. Bo'lmasam kasra o'qiladi. Biz buni gaplashganmiz. Faqat endi qarangda. Mana o'rtaga biz bitta narsa qo'shib qo'yamiz. Buni tasavvur qiling. Sodiqu, e'tibor bering. Sodiqu ar-rajuli. Nima degani bu? Bir erkakning do'sti degani. Sodiqu ar-rajuli g'aniyun, misol uchun bir erkakning do'sti boydir desak, harakatlarni qo'yib qo'ydik. Sodiqu ar-rajuli. Endi qarangda, bir erkakning deyapsiz-ku, shuni siz orasiga ishora qo'yib qo'yishingiz mumkin. Mana shu joyga sodiqu deysizda, hada ar-rajuli deysiz. Hada ar-rajuli, mana bu erkakning do'sti g'aniyun, boydir deysiz. Nima bo'lyapti bu yerda? Hada ishora, ism ishora, ar-rajul esa mushorun ilayh deydi. Ya'ni ishora qilinayotgan narsa deydi. Bu yoqda hozir men hali o'tilmagan qoidalarni aytib sizni boshingizga ortmoqchi emasman. Shu ikkovi bitta bo'lib turib, mudofun ilayh bo'lib qolishini hisobga olib qo'ysangiz yetadi. Bu yana mudof bo'lib turaveradi. Tushunarliga. Faqat ikkovi endi nima bo'ladi? Uchovi bitta bo'lib mubtado bo'ladi. Sodiquna o'di mudof, hada ar-rajuli ikkovini mudofun ilayh deysiz. Subhanalloh, yozmabsiz ilayhini. Va uchovi bitta bo'lib mubtado bo'ladi. Keyin biz mana qarang, mana uni bunga moslaymiz xabarda. Buni avval ham o'tgan darsda ham tushuntirdim. Izofali jumlalarimizda xabarimiz birinchi kelayotgan mudofga moslanadi. Tushunarliga, unaqangi qiyin narsa emas inshaalloh. Demak, mana shu darsda ham olib qo'yamiz. Ustazun asatizu, ustoz, asatiz ko'pligi. Tilmizun talamizu, bu endi shogird, o'quvchi, o'quvchilar degan. Tabibun atibbau, doktor, doktorlar. Tajirun tujjarun, ikkalasi ham bizda bor. Tojir, tujjor deymiz, savdogar degani. Soniun sanoatun, hunarmand. Mahirun maharatun, bir ishni puxta bajaradigan mohir. O'zbek tilida ham bu bor. Maharatun ko'pligi. Solihun sulaha, solih, yaxshi inson. Fasiqun fasaqatun, bu yomon odamlar, fosiqlar, gunohkor deymiz yoki fosiq inson. Sahiyun asqiya, qo'li ochiq, sahiy. Baxilun buxolau, baxil, baxillar bo'ladi. Adilun udulun, adolatli insonlar degani. Zolimun zolimatun, zolim, zolimlar. Endi mana bu qoidaga ishora qilyapti. Ustazu hadha tilmizi, bu o'quvchining ustozi. Asatizu haulai talamizi, bu o'quvchilarning ustozlari. Tilmizu zakal ustazi, ana u ustozning o'quvchisi. Talamizu ulaikal asatizi, ana u ustozlarning o'quvchilari. Endi bu yoqda o'sha nima bo'lyapti? Zotan siz bilan men bilib turgan mudofun ilayhni orasiga ishora tushib qolyapti. Ishora o'zidan keyin kelayotgani bilan birga qo'shilib turib mudofun ilayh bo'lib qoladi. Masala shu. Al-jumalul arabiyyatu, arabcha jumlalar. Ustazu haza tilmizi shaykhun, bu o'quvchining ustozi qaridir. Asatizu haula'i talamizi shuyukhun, bu o'quvchilarning ustozlari qarilardir. Tilmizu zakal ustazi shabun, anavi ustozning o'quvchisi
yoshdir, yosh yigitdir. Talamizu ulaykal asatizi shubbanun. Anavi ustozlarning shogirdlari yosh yigitlardir. Abu hadar rajuli solihun. Anavi kishining, uzr, bu kishining otasi solihdir. E'tibor bering mana. Mudof bo'lganda vav qaytadi. Bu alohida qoida. Ar-rajulni orasiga, ya'ni ar-rajul, ya'ni erkakning otasi edi. Bu erkakning otasi bo'lib ishora tushib qolyapti. Tushunyapsiz-a? Mudof, ikkovi mudofun ilayh, uchovi mubtado bo'ladi. Solihun esa xabar bo'ladi. Solihunni biz e'tibor bering, mana bu kim haqida gapiryapmiz desangiz, mana bu ota haqida gapiryapsiz-da, shunga moslaysiz. Abauha ulair rijali sulahau. Bu erkaklarning otalari solih insonlardir. Ummu hadhihi mar'ati solihatun. Bu ayolning onasi soliha ayoldir. Ummahatuha ula'in nisa'i solihatun. Bu ayollarning onalari solih insonlardir. Ibnu zakar rajuli fasiqun. Anavi erkakning o'g'li fosiqdir. Abna'u ula'ikar rijali fasaqatun. Anavi erkaklarning o'g'illari fosiqdirlar. Ahu hadar rajuli sahiyun. Bu erkakning akasi sahiydir. Ikhwatu haula'ir rijali asxiya. Bu erkaklarning aka-ukalari asxiyadir. Ya'ni asxiya degani sahiylardir. Ukhtu tilkal mar'ati bakhilatun. Anavi ayolning singlisi yoki opasi baxildir. Akhawatu ulaikan nisa'i bakhilatun. Anavi ayollarning opa-singillari baxildirlar. Zawju hadhihi mar'ati adilun. Bu ayolning eri adolatlidir. Azwaju haula'in nisa'i udulun. Bu ayollarning erkaklari, erlari adolatlidirlar. Zawjatu zakar rajuli zolimatun. Anavi erkakning ayoli zolimdir. E'tibor bering, mana shu joyda ham men aytgan qoidaga. Zawjatu ula'ikar rijali zolimatun. Anavi erkaklarning ayollari zolimdirlar. Zawjatu ayollar. Zolimatun, e'tibor bering, mana shu ayollarga moslangan. Chunki ula'ika ar-rijali mudofun ilayh. Anavi erkaklarning ayollari haqida gapiryapmiz-da. Abu hada tabibi g'aniyun. Bu tabibning otasi boydir. Aba'u haula'il atibbai aghniya'u. Bu tabiblarning otalari boydirlar. Ahu zakat tajiri soni'un. Anavi tijoratchining akasi hunarmanddir. Ikhwatu ulaika tujjari sanoatun. Anavi tijoratchilarning aka-ukalari hunarmanddirlar. Sadiqu hada soni'i mahirun. Bu hunarmandning do'sti mohirdir. Asdiqo'u haula'i sanoati maharatun. Bu hunarmandlarning asdiqo do'stlari maharatun mohir insonlardir. Aduvu zakat tajiri soni'un. Anavi tijoratchining dushmani hunarmanddir. A'da'u ulaika tujjari sanoatun. Anavi tijoratchilarning dushmanlari hunarmanddirlar. Ustazu hazal waladi alimun. Bu bolaning ustozi olimdir. Asatizu haula'il avladi ulama'u. Bu bolalarning ustozlari olimdirlar. Tilmizu zakal ustazi zakiyun. Anavi ustozning shogirdi donodir. Talamizu ulaikal asatizi azkiyau. Men qoidani tushuntirganman, bu endi xato ketgan. Asatizi bo'lish kerak. Anavi ustozlarning o'quvchilari donodirlar. Hadal ustazu kabirun. Bu ustoz kattadir. Haula'il asatizu kibarun. Bu ustozlar kattalardir. Bu 3-darsdagi, nimaga qaytyapti mana bu joyda? 3-darsdan boshlab biz o'rgan ekan ismi ishora mubtado, keyin xabar keladi degan shaklda. Haula'il asatizu kibarun. Bu ustozlar kattadirlar. Zakat tilmizu sagirun. Anavi o'quvchi kichkinadir. Ulaikat talamizu sig'orun. Anavi o'quvchilar kichkinadirlar. Hada tabibu mahirun. Bu tabib mohirdir. Haula'il atibba'u maharatun. Bu tabiblar mohirdirlar. Zakat tajiru g'aniyun. Anavi savdogar boydir. Ulaikat tujjaru aghniya'u. Anavi savdogarlar boydirlar. Hada soni'u faqirun. Bu hunarmand kambag'aldir. Haula'i sanoatu fuqara'u. Bu hunarmandlar kambag'aldirlar. Hada alimu solihun. Bu olim solih insondir. Zakal jahilu fasiqun. Anavi johil inson fosiqdir. Hadhihi mar'atu solihatun. Bu ayol soliha ayoldir. Tilka mar'atu fasiqatun. Anavi ayol fosiqadir. Hadal insanu sahiyun. Bu inson sahidir. Haula'in nasu askhiya'u. Bu insonlar sahiydirlar. Zakal g'aniyyu bakhilun. Anavi boy baxildir. Ula'ikal aghniya'u bukhala'u. Anavi boylar baxildirlar. Ustazi solihun. Mening ustozim salohiyatli insondir, ya'ni solih insondir. Asatizuna sulahau. Bizning ustozlarimiz solihdirlar. Tilmizuka alimun. Sening shogirding olimdir. Talamizukum ulama'u. Sizlarning shogirdlaringiz olimdirlar. Abuhu tabibun. Uning otasi tabibdir. Aba'uhum atibba'u. Ularning otalari tabibdirlar. Akhi tajirun. Mening birodarim savdogardir. Ikhwatuna tujjarun. Mening birodarlarim, ya'ni aka-ukalarim savdogardirlar. Jadduka soni'un. Sening bobong hunarmanddir.
Ajdadukum sanoatun. Sizlarning bobolaringiz hunarmanddirlar. Huwa solihun. U solih insondir. Hum sulahau. Ular solih insonlardir. E'tibor bering, bu yerda mana birinchi, ikkinchi darsda o'tgan tarkibga qaytyapmiz. Huwa mubtado, solihun xabar. Hum mubtado, sulahau xabar shakliga. Hiya adilatun. U adolatli insondir. Hunna adilatun. Ular adolatli insonlardir. Ayollarga bu. Anta saxiyun. Sen saxiysan. Antum asxiyau. Sizlar saxiysizlar. Anti baxilatun. Sen baxilsan. Antunna baxilatun. Sizlar baxilsizlar. Bu ham ayollarga. Ana tabibun. Men tabibman. Nahnu atibbau. Bizlar tabiblarmiz. Ana tabibatun. Men tabib ayolman. Nahnu tabibatun. Bizlar tabib ayollarmiz. Tushunarli inshaalloh. Buni qoidasida unaqa ko'p narsa yo'q. Faqat siz tushunishingiz kerak bo'lgan narsa mubtado mudof ilayhi bo'lsin yoki xabar mudof ilayhi bo'lsin, oraga nima tushib qolishi mumkin? Ishora tushib qolishi mumkin. Bizda faqat tushunishimiz kerak bo'lgan narsa idofa qoidasi hisoblanadi. Ya'ni urg'uni o'shanga berishimiz kerak. Tushunarlimi? O'zi bunday yig'ishtirib olsak ham bo'ladi. E'tibor bering. Mudofimizda mana mudof, undan keyin nima keladi dedik? Mudofun ilayh keladi dedik, to'g'rimi? Mana shu mudofun ilayhimizni taqsimoti, ya'ni kelishi mumkin bo'lgan shu vaqtgacha kitobimiz bo'yicha aytyapman. Domair, zamirlar kelishi mumkin. Masalan, sodiquhuga o'xshash. Tushunyapsiz? Yoki oddiy ism kelishi mumkin. Yani domirning muqobilida zohir turadi. Zohir yozingiz. Zohir ism turadi. Faqat zohir oddiy bo'ladi. Bitta bo'ladi. Masalan, deylik, sodiqu valiyin deb qo'yaylik. Valining do'sti deb qo'yaylik. Bu yerda endi nima kelyapti? Zohir ism kelyapti. Endi shu ism ishora bilan kelishi mumkin. E'tibor bering. Ismi ishora. Tushunyapsiz? Bo'lishi mumkin nima? Misol uchun sodiqu hazar rajuli. Tushunarlimi? Mana shu joyda sodiquhuda hani o'zi mudof ilayh. Sodiq valiyinda valiyun mudof ilayh. Bu yoqda esa hazar rajulu mudofun ilayh bo'lyapti. Tushunarliga umumiy qoida mana shu hisoblanadi. Tushunishimiz kerak bo'lgan shakli mana shu hisoblanadi. Shuni yaxshi o'zlashtirilsa inshaalloh izofa qoidasi menimcha yig'ishtirib olingan bo'ladi. O'sha siz eslab qolishingiz kerak bo'lgan narsa doim mana shu mudof va mudofun ilayhda topiladigan va topilmaydigan narsalar. Mudofimizda alif lam topilmaydi. E'tibor bering. Tanvin topilmaydi. Ya'ni tanvin ola oladigan ism tanvin olmaydi bu yerga kelganda. Shuni aytmoqchimiz. Lekin harakatlardanchi dommami, fathami yoki kasrami qabul qilaveradi joyiga qarab. Lekin mudof ilayhdachi alif lam olishingiz mumkin. Tanvin ola oladigan ism bo'lsa-chi, u ham tanvinni olishi mumkin. Tushunarliga? Harakatlardanchi o'zi aslida kasra olish kerak. Tagi kasra ola olmaydigan yoki tanvin ola olmaydigan ism bo'lsa, o'shanda biz nima qilishimiz mumkin? Fathani ishlatishimizga ruxsat beriladi. Shuni hisobga olishimiz kerak. Sodiquhu, e'tibor bering. Sodiquda as-sodiquhu demayapman yoki sodiqunhu demayapman. Tanvin alif lam. Lekin sodiqahu, sodiqihi, sodiquhu deb aytishim mumkin. Tushunarliga? Misol uchun sodiqu valiyinda tanvin olyapti. Sodiqur rajuli desam alif lam olyapti. Lekin ikkovida ham kasra bo'lyapti. Lekin Abu Maryamadachi Maryam tanvin olmaydigan ism bo'lganligi uchun, kasra olmaydigan ism bo'lganligi uchun biz Abu Maryama deb fatha bilan ishlatyapmiz. Masala shu darajada tushunilsa, boshlang'ich qoidani o'zini yetadi vallohu alam. Biz bu qoidani grammatik jihatdan chuqur o'rganish uchun emas, balki tarjimada bizga yordam beradigan jihatinigina o'rganib ketyapmiz. Qoidami shu: mubtadoni birinchi, xabarni ikkinchi aytasiz. Mubtadoni ichida mudof ilayh bo'lsa yoki xabarni ichida mudof ilayh bo'lsa, tarjimani mudofun ilayhdan boshlaysiz. Masala shu. Tushunarli degan umiddaman. Inshaalloh kelasi darsda yangi qoidaga o'tamiz. Alloh oson qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.